Assalomu alaykum kuzatuvchilar, pena bo'lak ishqibozlar, Shuhrat Ergashev pena bo'lak bilan shug'ullanaman, daromad qilaman. Navbatdagi dastavkamiz mana Andijon viloyati Oltinko'l tumaniga dastavka qilyapmiz. 1000 ta yuklanyapti mana. Sifatiga kelsak, sifati juda ham a'lo. Quruqligi ham pena bo'laklar. Razmerlariga kelsak 60 30 20 bo'ladi. Uy qurish uchun juda ham mustahkam. Mana xudo xolasa mana ancha ob'yomimiz bor, mana quryapti. Agarda kimgadir shunaqa sifatli pena bo'laklar kerak bo'lsa, ekran ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin. Hamda like, podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan biz, sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Xizmatlar bo'lsa mana Shopir akamiz mashinalar bor. 1200 tagacha bemalol olaveradi. Shopir akamiz nomerlarini ham qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar.